Boshida dadam hamma yo'l qilib berardi. Dada pul deb yurardim. Dadam hamma yo'l qilib berardi. Akam bor, akam o'zi berardi. Keyin chiqib keldi bu narsalar. Shu narsa qanchalik muhim? Misol uchun sponsorsiz, qanaqa podдержкasiz sportchi o'zi eplab ketadimi? Yo'q, aka qiyin-da baribir. Juda ham sabrli odam bo'lish kerak uning uchun. Kerak o'zi yegan ovqat bo'lmay qoladi. Bir kunda bir mahal ovqat yeydigan vaqt keladi. Bir kunda kerak o'zi obedga ham, kech paytga ham, misol tuxum qo'g'ir yeydigan payt kelib qoladi. Mana shunaqa narsalardan o'tish kerak o'zi aslida yaxshi sportsmen aka, sabr qilib mana shunaqa narsalarni ko'rsa, ertaga zo'r bo'lgandan keyin mana kunlar eslaydi, qadriga yetadi. Boshimdan mana shu kunlar o'tgan, endi menga yetib kelib turib men o'zimdan ketib qolsam olmaydi degan narsalar bo'ladi. Shuning uchun asroqda og'irroq bo'lib yuradi. Haligi ba'zilar ko'rgani qursin deydi, o'zgarib osmonga chiqib qoladi. O'sha bo'pqoldi, u ko'tarilib ketdi, odam mensimaslik. Bunaqalar vaqtinchalik beriladi deb o'ylayman.